Farzand kutayotgan akrobat kelin. 8 kunda 11 ta shaharda bo'lgan Davron Kabulov. Mavluda Asalxo'jayeva umri safarida. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Jahon va o'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Xonanda Feruza Karimova turmush o'rtog'ini tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. Luiza Rasulova Fransiya bo'ylab sayohati davomida If qal'asining mahbusi filmi suratga olingan joyda bo'ldi. Rapper Shahriyor ayni paytda issiq mamlakatlardan birida hordiq chiqarmoqda. Million kulgi jamoasi rahbari Davron Kabulov 8 kun ichida 11 ta shahardan aylanib chiqqani haqida so'zlab berdi. Shahlo Zoirova to'y xizmatida tushgan suratini sahifasiga joyladi. Aktyor va vayner Mo'min Ibrohimov o'z jamoasi bilan hozirda Tailand orolida dam olmoqda. U kuzatuvchilarga sayohat jarayonida ham qiziq vaynlar tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Mavluda Asalxo'jayeva ayni paytda qizi bilan umra amallarini ado etmoqda.